Assalomu alaykum hammaga. Biz navbatdagi ko'mir ota bilan ishimizni bitirib topshirdik, xudo xohlasa. Biz hozir Xiva Ervik mahallasi, Beydil ko'chasi 16-uydamiz. Kamol og'aning uyida. Birimiz ham hamma narsani o'zimiz bilan ekkanmiz. Hozir changni yo'shtaman. Hamma narsani o'zimiz bilan ekib, bitirib topshirib, issiqxonaga yotib verdik, xudo xohlasa. Uyimizda общий 30 metr 32ligimiz, 33 metr 25ligimiz, 19 metr steyaklik turbamiz, 6 metr mo'rlik horizontalligimiz yetdi. Batareyalarimiz esa 95 bo'lka yetdi. Batareyalarimizning o'rnatilishi devorlar chiqligi shu 580 duralimiy batareyalarimiz. Her birinden şu kranikletip 90 gradus büküp rezonup o'rnatıp berganmiz. Uyimizda общий 6 yera batareya qo'yildi, 8 toshka bo'ldi. Bu batareyamizni gradusini 69 gradus, aşağı 70. Birimiz zal 6 yarama 3 yaramaga 20 aylatib birini qo'yib berganmiz. Turbalarimizni o'tishi devorlar chiqliqlari 4 sm etib bir qilatib ochib berganmiz. Bu birinchi batareyamiz. Bundan sonra ikinci batareyamiz. Birimiz spanli. 3 yaramaga 12 latib o'rta xonal bo'lgan hisobini kichkinaroq etib qo'yib berganmiz. Bu batareyamizni gradusini 70 gradus. Birinchi toshkamiz. Katul tarafdan hisoblaganda birinchi toshkamiz. Bu esa ikinchi batareyamiz. Bunda ise 3. batareyamiz. Birimiz ham 3 yarim spanliyaga onu ishlatib birini qo'yib berganmiz. Mana to'shiklarimizni to'shirishdi. Qo'ldan kelgancha akkuratni etib to'shib berganmiz. Paxsa to'g'ri ayrık bo'lmasa, qo'ldan kelgancha akkuratni etib chiqarib beramiz. Bu esa 3. batareyamiz. Bu batareyamiz esa gradusları 68 gradus. Bu 3. batareyamiz. Bakımızdan doğru şöyle çıkarıp verganmiz. Bakımızdan signalga koyup pastdan shlangelasa doğru sharshara qadam atib o'rab, mahkamlab o'rnatib berganmiz. Bu 3. batareyamiz edi. Bunda esa 4. batareyamiz. Birimiz eshik muazzamini kompensatör etib, oyoqqa xaloqit bermaydi etib, bu terini bitirib berganmiz. Do'shlarimiz oqibatini qo'shib o'zimni. Birimiz koridor. 2 koridorimizdagi birimiz zamonlangan. Bo'lgan taraf eshik ko'rpasini inobatdan holda 20 latib qo'yib berganmiz. Bu batareyamiz gradus esa 69 gradus. Bu 4. batareyamiz. Hareket etmeyin. Yola doğru olmasın. Bu esa 5. batareyamizin birimiz spanli. 4 yarıma 5
Spanya'mıza gelmiş. 15 yatıp birini koyup bergenmiz. Bu bataryamızın gradusu ise 58 gradus. Bu 5. bataryamız. Bunda ise 6. bataryamızın koxluyumuz. Koxluyumuzdan 3,5'a 4,5'a 15 yatıp birini koyup bergenmiz. Sağlık katonu göstermezler. Neyse katonumuzun Moğramız 114, ezbislerimiz 130'luk. Yanımızda ise nasozlarından halasa, samolyot halasa nasozu sistemi. Nasozumuz Nero 25'e altına koyalım. Kranikimiz ise 32'lik. Yanımızda ventilatör termostatımız. Yolumuz 90 gradus. Neyse kömürümüze yansıyla. Yok, başım da. Çok iyi. Sonra çıkarsam gümlep gitti. Evimizde Ursi kol hakkı hemen esası bilen 26 milyon son pul çıktı materyalları bilen. 800 atıp barınlar. Kime şunu kısmetle gerek olsa besteki nömrəyə alakar çıkarırsınlar. Kanalımız razı için abone olup like basıp işten çıkmasın. Evet, bu videomu ise kömür atapını ötürü istəyən yakınlara cöynətib koyasınlar. Sağ olun, selamet olun. Etibar için rahmet.